Assalomu alaykum, qarindoshlar, yaxshi turdinglarmi? Bugun bir suhbat olib boray deb to'g'ri ko'rdim. Bir necha aniqlama bermoqchi edim. Bir minut saqlab turay qarindoshlar qatnashish uchun. Andan keyin gapimni boshlayveray. Okay. Biram saqlab turay qarindoshlar qatnashib bo'lgandan keyin gapimni boshlay. Okay. Qarindoshlar ancha-muncha qatilyapti. Gapimni boshlayveray. Bugun chiqishimning sababi shu bir necha ish to'g'riliq bir aniqlama bergim bor edi. Agar savolinglar bo'lsa, savolinglarni tashlasanglar bo'ladi. Men javob berishga tirishman. Birinchisi Dilyar va ishimizning videosi mushu qilgan suhbatimiz to'g'riliq azroq qilmoqda. O suhbatdagi asas maqsadi shu ikki qarindosh bir araya kelish va talash tortishni bir yerga qo'yib qo'yib shu bir-birimizni hurmatlab, fikrni hurmatlashish. Masalan, diqqat qilsanglar, men nurg'un shu Dilyarning o'tirib qo'ygan fikrlarga qarshi chiqmadim, chunki fikriga hurmat qildim. U yerda talash tortishning bir ahamiyatini, bir foydasini ko'rmadim. Mening asos nishonim, niyatim o suhbatni qilishimning sababi biz shu qilayotgan ishimizni shu biz Xitoyga qartayli, bir-birimizga qaratmayli degandek shu maqsadda qildim. Lekin afsus, mayli ba'zi qarindoshlar mening ba'zi videolarni kesib meni yomon ko'kitish yoki bo'lmasa o videolarni kesib Dilyarni yomon ko'rsatish bo'lishda maqsad bo'ldi. Undaq bu ikki qarindoshni ayirib olmaysizlar, chunki biz hozirkam Dilyar ikkimiz yaxshi do'st, qarshi, ya'ni o'xshamagan fikrlarda bo'lsaqmi, mening fikrim nada bo'ldi desanglar, mening maqsadim shu o'layotgan, qirilayotgan Uyg'urlarimni qutqizish. Mening boshqa maqsadim yo'q. Mening bu ulus Uyg'ur to'g'riliqda undaq qilganim yo'qdi. Dastlabda shu uluschi degan gaplarimmi shu asosiyatan bu Sharq Turkiston yoshlar birligi yoki Uyg'urlar yoshlar birligi qarasam bular shuningdan boshqa bir fikr qilmayotgandan keyin ashtaq deb atagandim. Lekin Dilyar ikkimiz bilan suhbat qilib bo'lgandan keyin ishonsanglar, hatto sayfam kirsanglar, bir muqitim ularga qarshi yoki bo'lmasa bir Uyg'ur timida bir narsa chiqarganim yo'q. Chunki nayta aldirash ish qilyapmiz bu yerda. Va bundan keyinmi bu ulus ya Uyg'urlik kiyimi kirmayman. Chunki nurg'un odamlar dedi, masalan, Dilyar bilan suhbat qilishdan burun hatto Abdug'ani Sabitmi dediki bana, sen bu kiyimi kirma, bu suhbatni qilma, to'sqan meni. Men dedim, aka, bu Dilyarni taniyman, biz Avstraliyada ikkimiz birga ba'zi ishlarni birga bo'lgan. U yerdagi maqsad uluschilikni qo'llamaslik yoki bo'lmasa Uyg'urchilikni qo'llamaslik emas. U yerga kelib ikki qarindosh shu yerda bir sahnada o'tirib shu nima qila oladi, bir suhbat qila oladi deb va u yer ba'zi qarindoshlar menga undan keyin nimishqa anladimiding deb qoldi. Men dedim, u mening ekronim. Dilyar u yerda bir mehmon bo'lib kelgan, u yerda abay deganda shu talash tortishning hech bir hojati yo'q bo'lganini tushundirdim. Va u ishlar tuggan. Ammo shu ba'zi qarindoshlar shu videolarni kesib
voy Arslan uluschilikni qo'llaydigan, biz qo'llamaydigan yoki bo'lmasa Dillar do'stimni sert ko'kitib videolarni kesgan yeri bo'ldi. Ya'ni başta işler yüz berdi. Şimdi aşkın bir içiklama beygim geldi. Ve ben çok bir adam kendisi. 30'dan yukarı boğan bir adam. Özümge has fikrim var. Bir yerde Abdülgani Sabit akam hiçbir zaman beni küçük etip kığın yok. Hatta dikkat kısanlar o sohbette ben bir mıkıtım ulusçulukka karşı tuğmadım. O sohbette. Ya ki olmasa onunla karşı bir fikir belgenim yoktu. Çünkü ben Avustralya'da tuğulgan ve karşı tarafının fikrini hürmet kılışını bilme ve o kadar iğir ya ki olmasa nime derecede tarihi düşüncem o kadar kamil emas. Şunun qat'i bilmegen narsamga kirmayman. O birinci nokta qarindoshlar. İkincisi bo'lsa, bunda bir töhmet bo'libdi-da. Talk to East Turkistan saytimizda chet elliklarga Uyg'ur ya Sharq Turkiston masalasini anlatishga xizmat qiladi. Ya'ni biz bu Uyg'ur masalasini g'arbga anlatamiz ve her ayda 2 milyonga yakın hem Twitter hem Facebook sayfamızda 2 milyonga yakın insanlara oluşudu. Meyli körünmen sanı bolsun, hem bekleniş sanı bolsun, nayt köp hemdi. Ve biz muşu hizmetini kıvatkan sayfaların arasında en aldırı turumuz. En aldırı yani birinci orunda turumuz. Ve gerçi ben burun Talk to Turkistan'da hizmet kılan bolsam mı 2020 yılı birinci ayının birini tatip başkurulan bu sayfını başkuratkanı men başkurman. Abdülgani Sabit başkurmaydı. Ya ki olmasa başka azalar başkurmaydı. Her kanda narsa çıkırıştım burun men makul desem çıkıdı, men makul demesem çıkmaydı o narsa. Ve o Talk to Turkistan sayfamızda hiçbir zaman Uygurlarning arasındaki boğan ziddiyetler hergiz deyilmeydi, oturga koyulmaydı. Ve bu ulus ya Uygurluk doğrusunda hiçbir zaman değil bakmadı Talk to Turkistan sayfamızda. Çünkü bu abay davatkandak bu Uygur meselesini garipliklerge çöndürüş. Bundak nesne kızıkmaydı o gariplikler. İçki ziddiyetlerini oturup koymayımız. Yana bir tökmet bu yerde meyli Tahirkan bolsun, meyli Erkin Sıdık hakkımız bolsun, meyli Abdüveli Ayıp hakkımız bolsun. Bularını söhbetke davet kıttımız ve müsü ulusluk ya bu Uygurluk toğluk yaptığımız. Sizler kaytırın şu söhbetlerini görünler. Hiçbir zaman ondak bir söhbet bop bakmadı. Şununla umu bir tökmet bop kaldı. Ve üyede her xil oxşamaydigan, gerçi öz ara içki ziddiyet boğan taqdirda mı Talk to Turkistan sayfimizda kim o İngilizce kabiliyeti yaxshi bulup chet elliklarga yaxshi tushundira olsa biz shularni da'vat qilamiz. Onun içinde abay degan şu Tahirkam, Erkin Sıdık akam, Abdüveli Ayıp akam, Kuzzat kardeşimiz, anannikin hatta Rukiya Turduş hademizden mi şu videoları şu yerde var. Üyede mi hatta Salih Hudayır'ın mı videoları var. Biz üyede öz ara içki oxşamaygan fikirler bolsun mu ayada biz nima deymiz bizning asas nima şu Xitoyga qaratgan bir mesajı bolsa, bir davası bolsa biz hammasini davet qilib shu yerda tushundirdi. Ve bundan keyin o'xshamaydigan fikrdagi insonlarni da'vat qilamiz. Maqsad ayaga bu davani Xitoyga qaratib Uyg'ur masalasini anlatgan har qanday bir inson bo'lsa marhamat taklif qilamiz. Shuning bilan sizlar bu tökmetni bizga unda chaplab olmaysizlar. Abay degandek biz Talk to Turkistan ya ulus ya Uyg'urlik sohbati hiçbir zaman bulunmadı ve bulunmaydı ve hiçbir zaman Uygurlarning içki meseleleri Talk to Turkistan'da deyilmeydi. Abay degandek biz neçe milyon, biz sanımızı qarsak 2 milyondan artıq köp insanlara her ay yetkizimiz qarindoshlar. Şu abay degandek mush ishlar
qarindoshlar. Abay degandek bundan keyinmi ba'zi qarindoshlar chaqiriqda bo'libdi. Facebook saytlarimni taqibdi. Mushu gaplarni deyishayli degandek. Abay degandek bu Dilyar bilan qilgan suhbatdan keyin bu shaxsan bu konuga bu temaga kirishning hech bir foydasini ko'rmadim, chunki qildigan nurg'un ishlar bor. Biz necha vaqtdan yoqqa davatimiz, qarindoshlar Twitterga o'tinglar davatimiz. Ama bu yerdagi gap hozir nurg'un Twitter hisoblar taqilib ketib bordi. Chunki Xitoylarmi diqqat qildiki, Uyg'urlar Twitterga o'tibdi va ular nurg'un yangi qurilgan Twitter hisoblarni hujum qilib taqitiyotdi. Shikoyat qilib taqitiyotdi. Shuning bilan men dastlabda Abay degandek shu uluschilarga qilayotgan yemam, hatto suhbatimda davatgan yerim uluschi qarindoshlarim mushu xalqimiz ayri o'layotsa, sizlar atoydan bir tashkilot quribsizlar, nimanchivala sizlar kirishib qoldinglar deb asos mening mazmunim, mening niyatim shu deb o'pagan suhbatda. Va u yerda diler qarindishimiz yana shu ulus to'g'riliq yaqinlisi bordi. Tamam qarindishim, sen mening mikminim, mening sayfimda fikringni bayon qilsang bo'ldi. Men qarshi bildirmay, men faqat qarshi bildirgan yerim shu dedi, ya'ni qarindoshlarimiz o'layotdi va yana chaqiriq qilaman shu tashkilotlarga va boshqa qarindoshlarga Xitoyga qarshi ish qilayli, miltiqimizni Xitoyga qaratayli, Uyg'urlar bir araya kelsin. Gerçi başqa ishlar to'g'risida fikrlarimiz o'xshamasmi? Abay degandek shu suhbatdan keyin Dilyar ikkimiz hala aloqada bulunyapmiz. Ada juda bo'lib ketmadik. Gerçi ba'zi qarindoshlar asta o'ylagan bo'lsa-mu, kim bildi, keyinmi asta boshqacha suhbatlarni yana keyin boshqa yana ishbirlik qilamdik, Xudoyim bildi uni. Shuningga xuloslab kelsak, Abdug'ani Sabit akam meni hiçbir zaman kuch ketgani yo'q. Aksincha, bu temaga kirma, o'zingning ishini qilaver deb dedi. Lekin men dedim, yo'q dedim. Ikkinchisi hiçbir zaman To'qqiz Turkistonda undaq uluschilik, uyg'urchilik gaplar bulunmadi va bo'lmaydi va Uyg'urlarning ichki ziddiyati qat'iy qilmaymiz. İngiliz til bildiğin qarindoshlar saytimizga kirib, agar isbotinglar bo'lsa, screenshot qilib menga avatinglar. Agar shu haqida bir narsa chiqqan bo'lsa, biz darhol avatimiz. Lekin mening bilishimcha unda bir narsa yo'q. TT'ni boshqarayotganim men. Har qanday narsa chiqishdan burun men shuni ma'qul desam chiqadi, boshqa bo'lmasa chiqmaydi. Va abayda qarindoshlar. Ma'vu bo'pmi, Uyg'ur qonuni chiqib bo'lgandan keyin Sharq Turkistondagi yoki Uyg'uristondagi qarindoshlarimiz xo'shalligidan shu xo'shalligini bildirib tutqun qilingan o'xshaydi Xitoy tarafidan. Ya'ni u yerda demoqchi bo'lganim, Uyg'urlarning bizning ichki chet eldagi ichki ziddiyatlar hech bir chatig'i yo'q. Hatto anglab baqsin Uyg'urlar shu Ulusiya Uyg'urchilik to'g'riliqda nima bo'lib ketib desa, hayron qolamiki, ashta qonunlar bo'lsa, aslında diqqatni shu yerga tortadi ekan. Shunga jiqroq ish qilayli. Lekin yana bu haqda tartishma degan qarindoshlar o'zaro tartishaveringlar. Lekin mening tavsiyam tartishmanglar. Chunki haq ayada o'layapti. Qarindoshlarimiz ayada o'layapti. Bulamdi. Agar bekorchi bo'lganlar bo'lsa, bizlar aloqa qilishinglar, biz sizlarga agar ingliz til bilsanglar, biz sizlarga shu To'qqiz Turkistonda qilgan nurg'un ishlar bor. Biz ishlab beraylik. Video ishlaydigan ishlar bor, yozdigan ishlar bor. Biz hech bilmaymiz. Bizning a'zolarimiz oz. Bizning Twitter hisobimiz yo'q. To'qqiz Turkistonning Twitter hisobi yo'q. Yoki bo'lmasa, biz To'qqiz Turkistonda boshqa tillarda To'qqiz Turkiston turkcha, TET Dutchcha, TET nemischa degandek boshqa tillardami nima qilganingizda boshqa ishingiz bo'lmasa biz bilan aloqa qilishinglar, biz sizga ishlab beramiz. Bundaq asossiz temalarga kirmay. Buldu qarindoshlar, bo'z taqtib qo'yinglar. Mening meydanim bu. Shaxsan bu uluschilik nimasi temasini qat'iy paysi bo'lganini ko'rmayman va saytimga kirib yiqinglar. Shu suhbatimizdan keyin bir muqaddam uluschilik to'g'riliq ya uyg'urchilik to'g'riliq narsa yozib boqmadim. Hech kim meni kuch ketgani yo'q. Chunki hech bir foydasi yo'q qarindoshlar.
Ulu qarindoshlar, bugun kechda İstanbul vaqti soat 9'da nima bor? Tokyo Turkiston saytimizda night qiziq, night yaxshi bir suhbatimiz bo'ldi. Leyley Farley deb bir Amerikalik qarindoshimiz bor. Amerikalik birisi bor. Xitoychani polni bildigan. Shu o'zi rap aytadi va nurg'un shu Xitoyga qarshi qilgan xizmatlari bor. Shu Tokyo Turkiston kirsanglar ko'rsizlar. YouTube kanalım bor. Shu suhbat bugun kechda İstanbul vaqti soat 9'da bo'ldi. Şunu qatnashib ko'rib hambaxshinglarni umid qilaman. Boshqa gapim yo'q qarindoshlar. Duoda bulunayli. Ko'p xizmat qilayli. Qilgan ishlarimiz %100 bo'lmasimi, %80, %90 Xitoyga qaratayli. Çünkü o'layotgan mening qarindoshlarim, sizning qarindoshlaringiz, sizning onangiz, sizning dadangiz, mening onam, dadamga o'xshash. Biz qachon shu ideyaga kelgan chog'da bu vatan qutuldi, bo'lmasa qolgan ishlar bekor qarindoshlar. Bo'ldi qarindoshlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.